Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan manfaatdor idora va tashkilotlar bilan hamkorlikda 1-maydan 30-iyungacha Qoradori 2025 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi amalga oshirildi. Modda uchun pul topish uchun onam og'ir kasal yotibdi, o'lim to'shagida yotibdi, doriga pul yo'q deb olardim pul. Bir paytlar hamma narsam bor edi. Uy, mashina, oila. Endi esa faqat pushaymonlik qoldi deydi giyohvandlikdan tuzalish uchun davolanayotgan yigit. Ikkita hovlini pulini yo'q qilganman. Mashina sotilib ketgan. Ota-onamni topgani, xotinimni tillolari, o'zimni topganlarim hisobga olmasa, mana shu eng katta yo'qotishlar shular bo'lgan. Yig'inlarga chaqirishmaydi. Hech qanaqa bir to'y, marosim, gap, o'tirish, osh, unaqa narsalarga chaqirilmaydi. O'rtoqlar yig'ilib futbolga borish, telefon ham qilishmaydi, chaqirishmaydi. Men buni boshqa joydan yo ko'rib qolaman, yo eshitib qolaman, juda og'ir botardi bu narsa. Giyohvandlik bu faqat unga chalinganlarning fojiasi emas, balki oilalarning, jamiyatning ham yuzidagi dog'. Bu yo'ldan saqlanish, uning oqibatlarini bilish va ayniqsa yoshlarni xabardor qilish bugun juda dolzarb. Giyohvandlikka qarshi Qoradori 2025 tadbiri doirasida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti mas'ullari tomonidan barcha hududlarda shaxsiy tarkibga maxsus tushuntirishlar berildi. Unda narkomaniyaga qarshi kurashda huquq-tartibot organlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, sintetik giyohvand moddalarni tayyorlash va internet orqali tarqatish kabi xavfli holatlarga alohida e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlandi. Mahallalarda faollar va yettilik a'zolari ishtirokida targ'ibot ishlari tashkil etilib, giyohvand moddalarning zarari, ularning inson salomatligiga ta'siri haqida alohida tushuntirishlar berildi. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmalarida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari va patrul post xizmati xodimlari ishtirokida o'quv seminarlar o'tkazilib, giyohvandlik holatlarini aniqlash va rasmiylashtirish tartiblari, qonunbuzarliklarning oldini olish bo'yicha huquqiy ma'lumotlar taqdim etildi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Zohidjon Mamasoliyev Zamon informatsion dasturi uchun